Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahir rohmanir rohim. Biz sizlar bilan ustozimiz doktor Ubaydning Fahmul Maqru degan kitoblaridan matnlarni birga ko'rib tarjima qilayotgan edik. Va inshaalloh al-yawm sanastamir fi amrina. Tamam? Demak, bugun shu ishimizda davom etamiz. Indana nasun جديد اسمه الاستخدام الطويل للحاسوب. حاسوب degani kompyuter. الطويل uzoq payt, uzoq vaqt. الاستخدام foydalanish. Kompyuterdan uzoq payt, ya'ni uzoq vaqt foydalanish. Tamam? إذا نبدأ. تتحدث إليهم مرارا وتكرارا ولكنهم لا يصغون. تتحدث aytasan ilayhim ularga miroran va tikroran qayta takror aytasan walakinnahum lekin ular la yusg'un quloq solmaydilar. Ularga qayta aytasan lekin ular quloq solmaydilar. تحاول أن تشغل عقولهم أو تبعد نظرهم المتعلق بشاشة الحاسوب ولو قليلا دون جدوى. وتشغل تحاول أن تشغل ularni tushg'il degani mashg'ul bor o'zbek tilida mashg'ul bo'lish. Shuda, ya'ni ularni aqllarini band qilishga tuhawil harakat qilasan au tubaid. Ba'ida degani uzoqlashtirishga harakat qilasan. Nazarohum al-mutaalliq. Nazarohum ya'ni qarashlarini, al-mutaalliq degani bog'liq bo'lgan. Bi shasha ekraniga bog'lanib qolgan shu qarashlarini al-hasub nimani ekraniga? Kompyuter ekraniga bog'lanib qolgan. Nazarlarini demak uzoqlashtirishga harakat qilasan walau qalilan va baribir duna jadba befoyda. ينهمكون في صنع انتصارات وهمية ومحاولة قهر شخصيات مقزمة تظهر وتخفي بكبسة زر أو بلغة التكنولوجية بكبسة فأر. تمام؟ وينهمكون في sho'ng'ib ketadilar nimaga? في bo'lsa masalan ينهمكون في عمل ular biror ishga sho'ng'ib ketadilar desa bo'ladi. Ya'ni yanhamikuna sho'ng'ib ketadilar sun'ay yaratishga intisoratin g'alabalarni. Intisoratin va hamiyatin sinonim. G'alabalarni, ya'ni hayoliy g'alabalarni yaratishga sho'ng'ib ketadilar. Va muhawalatin qahru shaxsiyatin muqazzama degani shaxsiyat bu yerda aynan qahramonlar degani. Tamam? Aynan qahr so'zini ma'nosi bu yerda qahru shaxsiyatin muqazzama kichraytirilgan o'sha qahramonlarni mag'lub etish deb tarjima qilsak bo'ladi. Muqazzama kichkina degan. Kichraytirilgan qahramonlarni mag'lub etishga harakat qilishga hamda nima hayoliy bo'lgan g'alabalarni yaratishga sho'ng'ib ketadilar. Tuzhiru va tuxfi degani paydo bo'ladi va yo'q bo'ladi. Bi kapsati zir. Kapsa degan bosish, zir degani knopka, ya'ni tugma. Knopkani bosish orqali paydo bo'lib yo'q bo'ladigan kichkina qahramonlarni yengishni harakat qilish hamda hayoliy g'alabalarni yaratishga sho'ng'ib ketadilar. Au bilug'ati lug'a degani tili bilan texnologiya ya'ni texnologiya tili bilan aytganda kapsatu fa'ratin, ya'ni fa'ra degan sichqoncha, kapsa degani bosish, sichqonchani bosish deyiladi. Mana kapsati zirni hozir fa'r, ya'ni aytgandek shu kompyuterga ulanadigan sichqoncha, ya'ni mousga aytiladi. Tamam? Texnologiya tilida shunday deyiladi. Hazihi halu الكثير من أطفالنا هذه الأيام. هذه bu halu bu holat bizning atfalina bizning bolalarimizda shu kunlarda juda ham ko'p uchrayapti. Va hum yuhawiluna qatla vaqtil faraghi an tariqin ممارسة الألعاب الإلكترونية والجلوس أمام شاشات الحاسوب والتلفزيون لساعات طويلة بمباركة منا وبدون أن نتذكر معا المخاطر الناجمة عن ذلك.
وهم يحاولون ular harakat qiladilar qotla o'ldirishni vaqtal farogh endi o'ldirish bu majoziy ma'noda vaqtal farogh degani bo'sh vaqtlarini o'ldirishni an tariq mumarasatil al'ab al elektroniyya mumarasatil al'ab o'yinlar elektroniya elektron mumarasa shug'ullanish usuli ya'ni elektron o'yinlar o'ynash orqali ular o'zlarini bo'sh vaqtlarini o'ldiradilar. Val julus amama shashat. Julus o'tirish amama oldida shashat ekran al-hasub ya'ni shu kompyuter. Kompyuter ekranlari oldida o'tirish orqali va yana televizor li sa'atin uzoq payt tavila. Demak, ular kimlar shu bolalar televizor hamda kompyuter qarshisida ekranlar qarshisida uzoq payt o'tirish hamda har xil elektron o'yinlar o'ynash orqali o'zlarini bo'sh vaqtlarini o'ldirishga harakat qilyaptilar. Bi mubarakatin minna. Biz mubaraka degan rozi bo'lyapmiz bunga. Biz bu holatga rozi bo'lyapmiz. Biduni an natazakkar. Biduni qilmasdan an natazakkar. Eslamasdan ma'an birgalikda al maxotir xatarlarni an najima degani an degan natijasidan kelib chiqadi ya'ni uning hosilasidan uning natijasida paydo bo'ladigan xatarlarni eslamasdan biz o'zimiz ularga rozi bo'lyapmiz. Va min dimn الأخطار النفسية كما يقول أخصائي الإرشاد النفسي جراء ذلك هو التخوف من الوصول إلى مرحلة يصعب فيها التفاهم بين الأهل والطفل بسبب انقطاع الحوار بينهم لساعات طويلة وخاصة إذا كان هذا الطفل على أبواب مرحلة المراهقة التي تتطلب وجود تواصل وحوارات مستمرة لمعرفة مشاعر الطفل وميوله وتوجهاته وتقييم سلوكياته. judayam kichkina gap ekan desam. Xo'p, aytilyapti. Va min dimna al-axtor an-nafsiyya, nafsiy ya'ni o'zbek tilida psixologik axtor nimalari, ya'ni ruhiy psixologik xatarlaridan kama yaqulu aytadilar, ta'kidlaydilar. Axsoi degani axso ya'ni mutaxassis degani al-irshad an-nafsi. Bitta qilib tarjima qilamiz. O'sha psixolog mutaxassislar ta'kidlashicha buni orqasidan taxavvuf ya'ni xavfi bor minal vusul yetib borishga ila marhalatin bosqichga yas'abu fiha at-tafahum qiyinlashtiradi. Unda at-tafahum degani bir-birini tushunish baynal ahl ota-ona va bola o'rtasida. Bisabab nima natijasida inqito'al hiwar. Hiwar degani suhbat. Baynahum ular o'rtasida bo'ladigan suhbatni inqito' degani uzilishi. Li sa'atin tawila uzoq payt davomida shu uzilishi va xosatan iza kana va xosatan agarda kana haza tifl shu bola ala abwabi marhalatil murahaqa. Abwab degani shu ostonasida, marhala degani bosqich, al murahaqa o'spirinlik. Ya'ni o'spirinlik bosqichini ostonasida bo'ladigan bo'lsa, allati qaysiki qanday bo'ladi u bolalar talab qiladilar o'sha ya'ni bosqich talab qiladi vujuda tavasul ya'ni bir-biriga bog'lanishlikni talab qiladigan va hivarotin mustamirra li ma'rifatin mashaa'ir at-tifl bolani his-tuyg'ularini bilish uchun doimiy tarzda olib boriladigan suhbatlarni talab qiladi va muyulihi va uni moyilliklarini va tavajjuhatihi uni yo'nalishlarini va taqyim sulukiyatihi uni yo'llarini baholashni talab qiladigan paytda ayniqsa shu paytda shu xavf ortadi deyapti. Endi bitta qilib gapni tarjima qiladigan bo'lsak, shu psixolog mutaxassislar ta'kidlashicha, buning oqibatda ruhiy xavflardan biri ota-ona va bola o'rtasidagi muloqotlarning, mana ota-ona va bola o'rtasidagi muloqotlarning uzilib qolishi natijasida kelajakda ularning ularning o'zaro tushunishlari qiyinlashib ketishi.
ketadi. Mana bu yerda gap tugadi va xosatan deyapti, kelajakda ular qiylashib ketadi. Ayniqsa bu bola doimiy aloqa va suhbatlarni talab qiladigan hamda bolaning his-tuyg'ulari, moyilliklari va yo'nalishlarini bilish hamda uni xatti-harakatlarini baholash zarur bo'lgan o'smirlik davrining ostonasida bo'lsa, yanada xavfliroqdir deb tarjima qilamiz. Tamam? وفي أغلب الأحيان يقلد أطفال ما يشاهدونه. في أغلب الأحيان ko'p holatlarda yuqallidu taqlid qiladi al-atfalu bolalar ma yushahidunahu nimani ko'rsalar shunga taqlid qiladilar. وتلتصق طريقة أشكال وحركات الشخصيات التي يرونها عبر الألعاب الإلكترونية في عقولهم مما يؤثر في بناء شخصيتهم في المستقبل. وتلتصق ب ya'ni yopishib oladi degani bi bilan keladi yoki fi bilan, mana fida kelgan. Tariqatu usuli ashkal, shu harakatlari va harakatlari va bu ashkal uslublari, harakatlari ash-shaxsiyat, ya'ni qahramonlarni allati qaysiki yarovnaha uni ko'rgan abrol al-al'ab al-elektroniya elektron o'yinlar orqali ko'rgan shu qahramonlarning xatti-harakatlari, usullari ularning uqulihim ularning aqllariga yopishib oladi. Va mimma yu'assiru ta'sir qiladi fi bina'i qurishda shaxsiyatihim o'zlarining shu shaxsiyatlarini qurishda ta'sir qiladi fil mustaqbal kelajakda. Demak, mana shu qahramonlarning xatti-harakatlarini ularni kelajakda o'zlarining shaxsiyatlarini qurishda ta'sir qiladi. Ihdal ummahat allati ladayha tiflatun umruha 9 sanawatin qalat. Demak, unda 9 yoshdagi, ya'ni yoshi 19 yoshdagi bo'lgan qizi bor bo'lgan onalardan biri, ihdal ummahat onalardan biri qolat dedi. Ana men xolifu ya'ni qarshi chiqaman ra'yal ahsoiyyin an-nafsiyyin fi tadkhimihim li makhatir istiqdam al-hasub li fatratin tawila. Aytyapti, men shu psixolog mutaxassislarning fikrlariga qarshi chiqaman. Qaysi fikrlariga? Tadkhimihim bo'rttirish degani. Ularni bo'rttirishlariga li makhatir xatarlarni istiqdamul hasub kompyuterni foydalanishda uzoq payt li fatratin tawila degan uzoq payt davomida kompyuterdan foydalanishdagi xatolarni bo'rttirishlariga qarshi chiqaman deyapti. Fa ana ara al-aks tamaman va men buni men ko'raman al-aksa umuman teskarisini ko'raman. Chunki ibnati tatamayyazu bi shaxsiyatin qawiyyatin va hadurin va mutamayyizin amama zamilatiha. Aytyapti, chunki qizim tatamayyazu bi ajralib turadi shaxsiyatin qawiyya, o'zining kuchli shaxsiyati va hudurin mutamayyiz, o'zining shu zamilatiha tengdoshlarining o'rtasida ko'rinarli darajadagi mavqega, ajralib turadigan mavqega egaligi bilan ajralib turadi. وهي تحب المشاركة في الحديث وإبداء الرأي بعد التركيز ومعرفة ما يجب أن تقول. و yaxshi ko'radi musharaka ishtirok etishni fil hadis gaplashishda va ibda'i ar-ra'i va fikrni bildirishda ba'da tarkiz, ya'ni o'ylagandan keyin, e'tibor qaratgandan keyin va ma'rifatin ma bilgandan keyin yajibu an taqul ya'ni gapirish kerakligini yaxshi ko'radi. Ya'ni qizi ya'ni shu gaplashishda, ya'ni suhbatlarga qo'shilishni hamda o'zini fikrini shu diqqatini jamlagandan keyin fikrini bildirishni yaxshi ko'radi. Va adofat va qo'shib qo'ydiki, ona qo'shyapti. Ona gapiga qo'shimcha qilyapti. Inna lughatat tafahum va tawasul baynal ahli va tifli la yu'iqha istiqdamu jihazil hasub. Inna lughatat tafahum ya'ni bir-birini tushunishlik va tawasul bog'lanishlik, ya'ni ota-ona va bola o'rtasidagi shu
bir-biriga tushunish va bir-birini qo'llab-quvvatlash tili bu shu kompyuter jihozidan foydalanishga ayblamaslik kerak, ya'ni unga to'nkamaslik kerak deyapti. وبالإمكان مشاركة الأطفال هوياتهم هذه وطرح موضوعات مختلفة بين الوقت والآخر لجذب اهتمامهم عن الحاسوب ومناقشة أمور تتعلق بهم شخصيا. va aytyapti va bu mumkinki musharakatul atfal bolalarni ishtirok etishi huviyatihim ularni o'sha o'zlarini ishtirok etishi kerak deyapti. Hazihi va bu tarhu mavduatin muxtalifa. Qanday muxtalifa har xil turli xil bo'lgan fikrlarni ya'ni mavzularni berish baynal vaqt val axir ba'zi vaqtlarda lejazb ehtimamihim ularni ehtimom ya'ni e'tiborlarini tortish uchun anil hasub kompyuterdan ularni e'tiborlarini tortish uchun ularga vaqti bilan turli xil mavzularni o'zlari ishtirok etish uchun berishimiz mumkin va munoqasha umur tataalluq munoqasha degani shu birga muzokara qilishimiz mumkin, ya'ni naqsh qilishimiz mumkin. Umur tataalluq degani bog'liq bo'lgan bihim ularga shaxsiyan ularning shaxsiyatlariga bog'liq bo'lgan ishlarda birga gaplashishimiz mumkin. Va qolat va aytdiki inna fikrata iltizam at-tifl bi makanin muhaddad va li fatratin tawilatin yusa'idu al-umma ala qiyami bi maham al-manziliyyati al-adida bi nafs al-waqt wa takunu murtahatan dhihniyan bi anna tiflaha bi amanin wa غير معرض لحوادث السير إذا كان خارج المنزل. va ona qo'shdiki inna fikrata va bu g'oya ya'ni iltizam at-tifl degani bolani bimakanin muhaddad bir joyda turishi. Bitta bimakan joyda muhaddid degani belgilangan bitta joyda turishi li fatratin tawila uzoq payt davomida bolani bitta joyda o'tirishi ya'ni turishi yusaidu yordam beradi al onaga ala qiyam bajarishiga bimaham ishlarini al manziliya uy ishlarini al adida turli xil bolani bir joyda uzoq payt davomida o'tirishi onaga turli xil uy ishlarini qilishda yordam beradi. Va binafsil vaqt takunu murtahatan va shu paytning o'zida murtahatan zihniyan degani o'sha paytning o'zida u zehniy xotirjamlikni his qiladi bi anna tiflaha chunki uning bolasi bi amanin omonlikda va g'ayru muarrad va li hawadis as-sayri idza kana kharij al-manzil yo'ldagi hodisalar yomon hodisalardan avtohalokatlardan saqlangan holda omon holdaligiga uning zehniy xotirjamligi ham bo'ladi degan. Va yara ahsoiyu amrodil uyun annahu va ala ar-raghmi min al-makhatir allati tata'arradu laha al-'aynu natijata al-istikhdam al-mutawasil lil-hasub fa innahu la hajatan lil-qalaq idha tamma itba' nasaih muayyana. Va yara ta'kidlaydiki ahsoiyu mutaxassislari amrodul uyun ko'z kasalliklari mutaxassislar ta'kidlaydiki annahu u ya'ni foydalanish istikhdamul hasub kompyuterdan foydalanish va ala rog'mi minal makhatir xatarlar ala rog'mi degani bo'lishiga qaramasdan ko'plab xatarlar bo'lishiga qaramasdan allati qaysiki tata'arradu laha unga duch keladigan al-ayn ko'z natijatal istikhdamul mutawasil lil hasub kompyuterdan doimiy foydalanish natijasida ko'z duch keladigan xatarlar bo'lishiga qaramasdan fa innahu la hajatan lil qalaq va bu xavotirlanishga va bundan xavotirlanishga hojat yo'q. Iza tamma itba'u nasoih degani nasihatlar muayyana ma'lum bir nasihatlarga amal qilinsa bu kasalliklardan ya'ni bu xatarlardan
xavotir olishga hojat yo'q. ومنها إراحة العين كل نصف ساعة على الأقل ولمدة دقيقة بالنظر بعيدا عن جهاز الحاسوب. Va ulardan irohatul ayn degani iroha ya'ni dam berish, al ayn ko'zga dam berish kulla nisf sa'a har yarim soatda alal aqal li mudda daqiqa kamida li mudda daqiqa ya'ni bir daqiqa muddat uchun ko'zga dam berish bin nazar ba'idan ani jihazil hasub. Hasub ya'ni kompyuter jihozidan ba'idan uzoq bo'lgan joyga qarab. Demak, ulardan birinchisi ko'zga har yarim soatda kamida bir daqiqa davomida kompyuter jihozidan boshqa yoqqa qaragan holatda ko'zga dam berish va isti'mal qatratul ayn al murtabita idza أحس مستخدم الجهاز بأي نوع من احمرار العين أو وجود جفاف فيها وخاصة اللذين يضعون العدسات اللاصقة إضافة إلى الابتعاد عن الشاشات إلى مسافة لا تقل عن 40 سنتيمترا. وينا ikkinchi maslahat isti'mal qatratul ayn degani ko'z tomchilari ya'ni ko'zga quyiladigan tomchi dorilar. Isti'mal ya'ni foydalanish. Al murtabita bog'liq bo'lgan. Iza agarda ahassa his qilsa mustaxdim ishlatuvchi ya'ni foydalanuvchi al jihaz kompyuterdan foydalanuvchi inson bi ayyi qaysiki naw'in qaysiki min ihmiror degani biror bir qizarishning turi ya'ni ko'zida biror bir qizarish turini sezsa yoki vujud jafafiha unda jafaf degani quruqlik borligini his qiladigan bo'lsa unga ko'ziga shu bog'liq bo'lgan biror bir namlantiruvchi ko'ziga biror tomchi tomizishi kerakligi aytilgan. Va xosatan degan xususan allazayn yad'una taqadigan al-adasat al-lasiqa bitta ibora bo'lib linza degani idofatan ila bunga qo'shimcha ravishda al-ibtiad ani shasha ekrandan uzoqga qarash ya'ni ekrandan uzoqlashish ila masafatin la taqilla an 40 santimetran ya'ni kamida 40 santimetr masofada ekrandan uzoqlashish kerak. Gapni bitta tarjima qiladigan bo'lsak, xo'p, aytyaptiki, shu kompyuterdan foydalanuvchi inson agar ko'zida biror bir qizarishni biror turi yoki ko'zida biror bir shu quruqlikni mavjudligini his qiladigan bo'lsa, u nima qilish kerak? Ko'z tomchilaridan foydalanishi kerak. Yoki agar ayniqsa ko'ziga shu linza taqadigan insonlar shunday qilish kerak va bunga qo'shimcha ravishda kompyuterdan foydalanish davomida kamida 40 santimetr masofani ushlagan holatda kompyuter bilan ishlash kerak. Va istiqdamu shashat al-waqiya aw an-nazarat al-khassa va nimalardan foydalanish kerak? Ash-shashat ekranlardan al-waqiya degani saqlovchi. Ya'ni ekranga ba'zi ekranlar saqlovchi bo'ladi. Oddiy qarasangiz ham ko'zingizni olmaydigan darajada shu ko'zga qulay bo'ladi. Aw an-nazarat ko'zoynaklardan al-xossa shu maxsus ko'zoynaklardan yoki saqlovchi ekranlardan foydalanish kerak. ولذلك فإن الأبحاث العالمية صارت تركز على مكان وجود الجهاز ونوعية الأدوات والأثاث الموجود حوله وطبيعة المواد التي تدخل في تصنيعها. Va shuning uchun fa inna al-abhath al-alamiyya degani xalqaro izlanishlar. Al-abhath degani izlanish, al-alamiyya xalqaro. Sorat aylandi turakkiz ala e'tibor qaratadigan bo'ldi. Makan joyga vujudil jihaz. Ya'ni shu jihozlar, apparatlar, kompyuterlar bo'lgan joyga va naviyatil adawat va jihozlarning navlari va al-asas al-mavjud mebellar havlahu degani uning atrofida ya'ni
kompyuter jihozining atrofidagi va tabiatil mavod va materiallarning nimasiga xususiyatiga allati tadaxul fi tasni'iha qaysiki uni tasni'a degani ishlab chiqarishda tadaxul ishlatiladigan foydalaniladigan desak bo'ladi qo'shiladigan ya'ni ishlab chiqarishda qo'shiladigan uni materiallar xususiyatlariga e'tibor qaratadigan bo'ldi. Bitta qilib tarjima qilamiz. Shu sababli xalqaro izlanishlar kompyuter turadigan joy va uning atrofidagi jihozlar va mebellarning turlariga va ularning ishlab chiqarishda qo'shiladigan materiallar xususiyatlariga e'tibor qaratadigan bo'ldi. يرى أخصائي أمراض العظام أنه لا بد من دق نقاط الخطر الآن حول صحة أطفالنا ممن يستخدمون جهاز الحاسوب لساعات طويلة. ومتخصصلari الأمراض العظام degani suyak kasalliklari ya'ni suyak kasalliklari nimalari mutaxassislari aytishadiki, ya'ni ortopedlar aytishadiki, ta'kidlashadiki, annahu bu la budda min daqqi naqusil xatar degani xatardan xabar beryapti. Shu kompyuterdan foydalanish xatardan xabar beryapti degani asli. So'zma-so'z esa hozirgi paytda shu xatarga e'tibor qilishimiz kerak. Havla sihhati atfalina. Bolalarimizni salomatligi yuzasidan qaysi bolalarimiz mimman yastaxdimuna jihazal hasub li sa'atin tawila. Uzoq payt davomida kompyuter jihozidan foydalanadigan bolalarimizning salomatligiga e'tibor qaratishimiz kerak, chunki bu xatarlidir. فقط ازدادت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ الحالات التي باتت تعرف باسم أمراض الكمبيوتر. فقط ازدادت ko'paydi في السنوات الأخيرة oxirgi yillarda بشكل ملحوظ sezilarli darajada shaklda holatlar qaysiki batat tu'rafu باسم أمراض الكمبيوتر. Kompyuter kasalliklari nomi bilan tanilgan holatlar oxirgi yillarda sezilarli darajada ko'paydi. ومنها وأولاردن حالات ضعف وإرهاق شديدين لعضلات الأطراف العليا وتقوس الظهر نتيجة للجلوس الخاطئ المنحني أمام الشاشة. va ulardan zaiflik holatlari va qattiq charchash li'adolatil atrofil ulya degani yuqori a'zo mushaklarining qattiq charchashi va zaiflashish holatlari va taqavvusu zohr degani shu umurtqaning qiyshayshi natijatan lil julus nimaning natijasida al julus al xati xato o'tirish al munhani egri xato o'tirish amama shasha ekran qarshisida egri xato o'tirish natijasida paydo bo'lgan shu umurtqa qiyshayshi hamda nima yuqori a'zolar mushaklarini qattiq charchashi hamda zaiflik holatlari shu kompyuter kasalliklaridan biri. ويضر كثيرا عظام أصابع اليد وشد العضلات باستخدام مفاتيح جهاز الحاسوب التي تتطلب السرعة والمتابعة والضغط على عضلات معينة دون سواها. va yadurru zarar beradi ko'pincha azom suyaklariga asobi aliyat qo'lning barmoqlar suyaklariga zarar beradi. Qanday qilib? Va shaddal adolat va shu muskullarning cho'zilishiga bi istiqdami mafatih. Nima orqali? Mafatih degani klaviatura, jihazul hasub, kompyuterning klaviaturasidan foydalanish bilan shu barmoq, ya'ni qo'lning barmoqlarining suyaklari va bo'g'inlariga muskullariga zarar beradi. Allati qaysiki tatatollab nima allati qaysinga tegishli mafatihga, ya'ni klaviatura tatatollabu talab qiladi as-sur'ata tezlikni val mutaba'ata va dog'ta ala adalatin muayyana. Tezlikni talab qiladi va ad-dog't degani bosim ala adalatin bitta o'sha muskulga bosim bo'ladi bunda. Muayyana shu ma'lum bir muskulga bosim bo'ladi. Dona sivaha bittasiga emas, ya'ni hammasiga emas, bittasiga bo'ladi. Ya'ni doimiy
shu klaviaturadan foydalanayotganda doimiy bitta yoki ikkita o'sha muskullar ishlaydi, qolganlari yaxshi ishlamaydi. Shuning sababiga shu qo'lni barmoqlariga zarar yetkazadi deyapti. Va yunsahu atibbaul izam bi julus bi shaklin sahihin 'inda istikhdam jihazul hasub ma raf'ihi qalilan bima yuwazi an-nazara bihaythu la yahni mustakhdimuhu ra'sahu. Va yunsahu maslahat beradilarki, atibbaul izam ortopedlar bil julus bi shaklin sahih to'g'ri o'tirishni 'inda istikhdam jihazil hasub. Kompyuter jihozidan foydalanayotgan paytda to'g'ri o'tirishni maslahat beradilar va nasihat qiladilar. Ma raf'ihi qalilan bima yuwazi an-nazar bihaythu la yunhani. Aytyaptiki, shu insonni ko'zi nazari bilan kompyuter ekrani bir-biriga mos turishi kerak. La yuhni mustakhdimuhu ra'sahu. O'sha kompyuter foydalanuvchisi u boshini egmasligi kerak. Va tarkiz ala al-liyaqa al-badaniyya va mumarasa al-al'ab ممارسة الألعاب الرياضية وخاصة السباحة والتعويض عن شدة العضلات التي يتعرض لها مستعمل الجهاز بتحريكها بشكل صحيح وإراحتها. وإعتبار qaratish kerak. Al-liyaqa al-badaniyya o'sha jismiga e'tibor qaratish kerak va nimasiga jismoniy harakatlarga, riyodiyya, sportga va xosatan nimaga e'tibor qaratish kerak ekan? Shu suzishga, ya'ni inson jismining shu ya'ni jismining nima desa bo'ladi? Jismoniyligiga e'tibor qaratish kerak va u, ya'ni inson shu sport o'yinlari bilan shug'ullanish kerak va ayniqsa suzish bilan shug'ullanish kerak deyapti. Va ta'wid an degani uni oldini olish kerak deyapti. Oldini olish uchun shaddal adolat allati yata'arradu laha mustamilul jihaz. Shu kompyuter foydalanuvchisi duch keladigan shu muskullarning cho'zilishini oldini olish uchun bitahrikiha bi shaklin sahih to'g'ri harakat qilish kerak va irohatiha va ularga dam berish kerak. Va tarkiz ala ahamiyatu adam istikhdamul jihazil hasub li akthari min sa'atin mutawasilatin thumma al-istirahati li fatrati wajizatin qabla al-'awdati ilayha. Va e'tibor qilish kerak, ya'ni kompyuterdan foydalanmaslikka, ya'ni qaysi payt li akthar min sa'a, ya'ni 1 soatdan mutavasila degani doimiy, ya'ni tinimsiz, uzluksiz 1 soat davomida foydalanish, 1 soatdan ko'p foydalangandan so'ng al-istiroha dam berish kerak. Li fatratin vajiza qisqa muddatda qabla al-auda ilayha unga qaytishdan oldin. Ya'ni yana bir o'sha nasihatlardan biri shu kompyuter foydalanuvchisi uzluksiz 1 soat foydalangandan so'ng unga, ya'ni kompyuterga yana qaytishdan oldin bir muddat o'ziga dam berib yana qaytish kerakligiga, ahamiyatiga qattiq e'tibor qaratish kerak deb tarjima qilinadi. Mana sizlar bilan bugungi tekstimizni ham tarjima qilib oldik. O'ylaymanki, sizlarga ma'qul bo'ldi. Agarda bu kitob bo'yicha sizlarga lug'at kerak bo'lsa, bemalol Telegram kanallarimizga a'zo bo'lib, u yerdan qidirib topishlaringiz mumkin yoki adminga yozsangiz, o'zlari sizlarga shu kitob bo'yicha lug'atlarni tashlab beradilar. Tamam. Bo'lmasam, keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, ilal liqo, ma'assalama.